Baxtli inson kim u, baxtsiz inson kim? Insonning baxtli yoki baxtsiz bo'lishligi uni puli yoki mansabiga emas, balki uning nimaga e'tibor qaratishiga bog'liq ekan. Baxtsiz inson bu bor e'tiborini o'zida yo'q narsalarga qaratar ekan. O'zi ne'matlar ichida yashasada o'zini xuddi mahrumdek his qilar ekan, ana shundoq yashar ekan. Bu baxtsiz inson ekan. Baxtli inson kim? Baxtli inson Alloh taolo unga bergan ne'matlarini ko'ra olar ekan. Sinov kelganda chiroyli sabr qilar ekan. Bu inson haqiqiy baxtli inson ekan. Haqiqiy qalb xotirjamligiga erishgan inson shundoq bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, dunyo ishlarida o'zingizdan pastroqdagilarga qarang dedilar. Sizdan yuqoridagilarga qaramang dedilar. Mana shu Allohning sizga bergan ne'matlarini kamsitmasligingiz uchun eng to'g'ri yo'ldir deb Imom Muslim rivoyatlarida mana shu hadis sharif aytib o'tdilar. Inson birovlardagi ne'matlarga emas, o'ziga berilgan ne'matlarga qarar ekan, Robbisini mana shu qanchalar ulug' ne'matlar ichida baxtli, saodatli holatda yashayotganligini his qilar ekanda. Demak, baxt bu istagan hamma narsaga erishish emas, balki Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetish, unga shukr qilish va unumli foydalanishlik bilan hayot kechirishlik mana shu baxt ekan. Baxtli inson mana shunday bo'lar.